Ko'k kaptok eng kichik kaptokning o'ng tomonida joylashgan bo'lsa, mana bu bo'ladi. Belgilab turaylik, qalam bertinglar. Eng kichkinasi qanaqa rang ekan shunda? Eng kichkina mana ko'k kaptok ekan. To'xta, endi qizil kaptok esa yashil kaptokning o'ng tomonida joylashgan. Qizil kaptok esa yashil kaptokning o'ng tomonida joylashgan. To'xta, qizil kaptok esa yashil qizil kaptok. Mana qizil, mana yashil ekan. To'g'ri. Qizil kaptok degani qaysiga tegishli? To'xta, qizil kaptok esa yashil kaptokning. Boshda adashtiryapsan meni. Mana boshda ko'k kaptok eng kichigi deyapti. Mana ko'k kaptok eng kichik kaptokning yonida deyapti. Ko'k kaptok degani mana to'p. Mana eng kichkinasi bo'ladi endi. Qizil kaptok esa yashil kaptokning o'ng tomonida. To'xta, mana shu yerda miyam qisqagan. Qizil kaptok esa yashil kaptokning o'ng darsiga uxlayapti. tomonida joylashgan. Va to'g'ri-da, men u qizil, mana u yashil ekan. Mana shu do'stlar 2-sinfda darsligi informatika. Esa yashil kaptokning o'ng tomonida joylashgan. Ish qilib tonggacha yechib olsak bo'ldi 3 kishi.